benim o'ziga maydalashmaydi bile. Oxirgisida patalon bilek yigir. Kristalım meni. Rahmat. Nemo'stik. Rahmat. Atuşi rahmat kristal. Gari sopo meni. Opusum dopo. Ne? Qo'shig'ingizda haq xizmat haqini to'lab qo'yishdi akajonim. Ikkita istiqlol san'at saroyiga qo'ydirdingiz. Maza qilib eshitdik, xizmat haqini boshqalar to'lab. Siz bilan akalardan, opalardan qarz bo'lib qoldingiz aka. Alisa stop. Rahmatlik bosganlar, qadar ko'rganlar jonlaringiz sog' bo'lsin. Alisa stop. Nimadir demoqchimisan? Kimga sizga ham? Nima demoqchi emasman? Tan berdingmi? Nima uchun tan beraman? Bugun sizda bor, ertaga menga bor. Unutmang shuni. Sen bitta narsani unutmagin. Zo'rni bilish kerak. Men zo'rligimda O'zbekistonga qamagan edim shu paytgacha. Mana bugun senga. Vaqti keladi sizdan men bo'laman oldinda. Tushundingizmi? Bo'l, mendan ham zo'r. Qo'lingdan kelsa mendan ham o'z. Lekin zo'r emassiz, xuddi tepada turibdi zo'ri. Unutmang shuni. Gapimni bir narsa eshit, gapimni. Zo'rni tan olib bilish kerak. Men zo'rni tan olganman, zo'r deganman. Vaqtida siz ham menday bo'lib keyin zo'r bo'lgansiz. Qarasho? Endi eshit, senga bitta gapni aytaman. Mendakasi, men o'zimni maqtamayman. Milliard yilda bir tug'iladi. Unutma. Men bir keldim, bir ketaman. Mendakasi qaytib kelmaydi bu joyga. Bir keldim, bir ketaman. Bir keldim, bir ketaman. Tushundingmi? Bir marta keldi. Mana shu davrda, mana shu vaqtda jonli to'g'ridan to'g'ri meni ko'rayotgan insonlar dunyodagi eng baxtli insonlar. Qaytib mendakasi kelmaydi. Ana men 100% kafil bo'lib 100% gapiraman. Bitta keldim, bitta ketaman. Qochib ketdim mana. Alam qildi-da yigitlarga. Qizlarga. Alam qildi, tan olish kerak. Zo'rni tan olish kerak. Zo'rni tan olish kerak. Karollarni tan olish kerak.